shu men aytmoqchi bo'lganim, prosta juda ham ko'pchilikni ayollarni ichidan o'tishi mumkin. Voy, ularga mazza-da. Men ham pulim ko'p bo'lsa qo'shilardim. Yo'q, u yerda puli ko'pligi uchun qo'shilmaydi. Bu yerda hamma noldan chiqqan, birga ko'tarilgan blogerlar, hamkasblar, sizlar ham o'zingizlarga o'xshagan единомышленникlar bo'ladi. Например, maqsadi bitta, o'zinglarni o'sha hozirgi A tochkalarda turgan shunaqa qizlarni yig'ib, birga bir-biringlarga motivatsiya berib, birga ko'tarilib, shunaqa krug bo'linglarki, bizni sizlarga havas qilaylik. Bizni sizlarni kruginglarga qo'shilishga havas qilaylik. Sizlar ko'rayotgan Instagramdagi kruglar hammasi bir-biriga zo'r do'st, ahil, inoq emas. Qanaqa o'yinlar bo'ladi, qanaqa bu yerda manfaatlar yotadi, sizlar bilmaysizlar-da. Har xil endi to'g'ri, yaxshi, искренне insonlar ham bor. No baribir sizlar o'sha havas qilayotganinglar 100% bir-biriga samimiy bo'lmasligi mumkin yoki soxta